Kun bilan isida, bunaqa issiq havoda hech kimni shirinlik, shokolad yeyish kelmaydi. Lekin mana shu mishkacha shokoladni men yeb ko'rishga qaror qildim. Qarang, o'zim sizlarga ko'rsataman. Xuddi asal idishiga o'xshaydi ko'rinishi mana. Lekin bu yerda hozir ikkita shokolad bor. Mana. Bu narsa nima uchun o'ylab topilgan deb o'ylaysizlar? Menimcha bu narsa bitta qilib yeganda og'izga qilib yemasdan, bunday akkuratniroq yeyish uchun qilingan bo'lsa kerak deb o'yladim. Hozir endi sizlar bilan bu narsani birgalikda yeb ko'ramiz. Men to'g'risi havo ancha issiq bo'lib qolgandan beri shokolad va shunga o'xshagan shirinlik pichonni umuman yemayotgandim. Qanaydir bu narsani yeb sizlarga odzivini aytishni xohladim. Umuman logotipga mos tam emas. Logotipga mos tam emas. Lekin nima desam bo'ladi? Logotipga mos tam bo'lmasa ham o'tab o'zi yaxshi. Me'daga tegmaydi. Ko'p shirin ham emas. Bu narsani parchkalaringiz bilan yesangiz bo'lar ekanda. Bittasini siz, bittasini sherigingiz, o'rtog'ingiz, sevgilingiz. Nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa turdagi shokoladlar hozirgi mavsumga bo'ladimi yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozinglar.